Abror Muxtor Aliga murojaat etdilar. Abror Muxtor Ali, assalomu alaykum domilar. Bir kichik murojaat bilan chiqayotgandim. Abror Muxtor Aliga iltimos do'stlarim yuborib qo'yinglar. O'tgan yili mana shu vaqtda ro'za oyi edi, kakras 10 ta bir yaqin og'aynimga og'izochar qilib berdim. TikTok o'ynayman. Battle'larda mana bu donator deydi. Shu sovg'a uradiganlarni donator deb aytamiz. Asli shahrisabizlik, lekin o'zi yahudi, yevrey. Davay dedi, men ham hissamni qo'shay dedi. Pul tashlab beraman og'aylaringga, davay og'izochar qilib ber kakras, men ham hissamni qo'shaman dedi. Endi men ham ozgina pul qo'shdim, asosiy pulni ular qo'shdi. Endi do'stlarimga oxiri aytdim, qarochi. Shu mana shu yevrey okamizda endi har bir duo qilib qo'yinglar. U bu deyman, mana shu keyingi yil o'tdiki, do'stlarim hozirgacha как бы meni endi qo'shtirnoq ichida bunday izdivatsiya qiladi. Ana shunga bir fikringiz, bizani o'sha men qilib bergan yoki u bilan men совместно qilib bergan og'izocharimiz endi shunda bizga halolmi shu yoki bilmayman, endi harom desam qo'pol tuyulib ketar. O'shanga bir fikr bildirib keting, iltimos qilaman. Shu harommi? Yahudi bizga iftorlik qilib bersa joiz emasmi? Haqqiga duo qilsak bo'lmaydimi degan umumiy savol. Keyin shuni ilmiy tomonini ko'rib chiqamiz. Boshqa din vakillaridan sovg'a olsa bo'ladimi? Bitta savol. Masalan, iftorlik qilib beryapti yahudi bir odam musulmonlarga iftorlik qilib beryapti. Sovg'a bu. Deylik. Mumkinmi shu? Desa, mumkin. Payg'ambar alayhissalatu vassalomga nasroniy podshohlardan sovg'alar kelardi, qabul qilardilar. Yahudi sovg'a bersa qabul qilardilar. Payg'ambar alayhissalatu vassalomning qo'shnilari yahudi bo'lgan, qo'shnilari. Yahudi bo'lgan, vafot etganlarida sovutlari o'sha yahudiyning qo'lida garovda bo'lgan. O'sha sovutni berib, o'shani evaziga taxminan bir 10 kilocha arpami bug'doymi olgan ekanlar. Payg'ambar alayhissalom jonim fido bo'lsin ya Rasululloh. Ajoyib zot bo'lganlarda Rasululloh. Qarang, yahudi qo'shnilari bilan oldi-berdi qilyaptilar. Ularga savob bo'ladimi desa, do'stlar, savob masalasi oxirat masalasi. U agar iymon asosida o'lsa, o'sha qilgan yaxshiliklari unga vasila bo'ladi. Bir odam kelib aytgan payg'ambarimizga, "Ya Rasululloh, men musulmon bo'lmagan paytimda ham yaxshiliklar qilardim. U yaxshiliklarim nima bo'ladi? Uni savob bo'ladimi o'sha?" deganda payg'ambar alayhissalom, "O'sha yaxshiliklaring sabab Alloh seni islomga hidoyat qilgan" deganlar. Qarang ajoyibligini. Demak, yaxshiliklarni samarasi bor. Alloh xohlasa, uni mukofotini beradi. Hidoyat qilib qolishi mumkin. Xo'p, yahudi mehmonga chaqirsa, ovqat qilib chaqirsa borsa bo'ladimi? Bo'ladi. Payg'ambar alayhissalatu vassalomni bir yahudi ayol mehmon qilib chaqirgan. Payg'ambar alayhissalom haqlarida hamma yaxshi biladi, qo'yni qo'lini yaxshi ko'rardilar, qo'yni. Qassoblar ham biladi buni. Qo'yni qo'li, o'ng qo'li payg'ambar alayhissalom yaxshi ko'rardilar shuni. O'sha qo'yni qo'lini marinovka qilib payg'ambar alayhissalom mehmonga chaqiradi. Payg'ambar alayhissalom boradilar yahudiyning uyiga, mehmonga boradilar. Borib o'tiradilar. Ovqat topib kelishadi. Va ovqat zaharlangan bo'ladi. Yo'llarda o'tirgan, birga borganlari bitta yeb yutadi, o'sha zahot qotadi, o'ladi. Payg'ambar alayhissalom bitta tishlaganlarida Jabroil alayhissalom yutmang, tashang deydi. Zaharlangan go'sht. Shuna qo'yadilar, o'rnidan turib chiqib ketadilar. Keyin rivoyatning davomida o'sha xotinni o'sha ya'ni mehmonga chaqirgan yahudiyni tavba qilganligi uchun kechirdi degan rivoyat ham bor. Payg'ambar alayhissalom kechirib olganlar. Payg'ambar alayhissalom qotil odam bo'lmaganlar, odamlarning orqasidan taftish qilib yuradigan. Ba'zi rivoyatlarda haligi yondagi mehmon bo'lib borgan vafot etganligi uchun uni qasosi sifatida u xotinni o'ldirganliklari haqida ham rivoyat bor. Al-hol do'stlar, boshqa din vakillaridan sovg'a olsa bo'ladimi? Oysha onamiz aytadilarki, Oysha onamizga ham kelib so'rashardi. Ona bizga hatto yahudi emas, majusiylardan, butparastlardan sovg'a salom kelyapti. Qabul qilaylikmi?
deb so'rashganda, agar favokih bo'lsa qabul qilaver deganlar. Ya'ni non masalan, favokih degani meva-cheva, shunga o'xshagan narsalar bo'lsa bo'laveradi. Go'shtni, masalan, majusiylarni so'ygan go'shtini yeb bo'lmaydi, biz musulmonlar yemaydi. Endi Yahudi va Nasroniylikni biroz fiqhiy ma'noda bizga, bizning musulmonlarga aralashishligiga ruxsat bor. Qur'oni Karim ular pishirgan ovqatni sizlarga halol qildi degan, musulmonlarga, bizga. Biz pishirgan taomni ularga halol qildi Alloh taolo. Ularni ayollarini zino qilmaydigan, ana u yalang'och o'lponchiga o'xshagan bilan zapal bo'lmagan xotinlar bo'lsa, nasroniylar ularga uylanishga ruxsat bergan. Zino qiladigan ayollarga uylanib bo'lmaydi, chunki zinokor ayollar kasofat bo'ladi. Atrofida hammani boshiga balo yog'diradi. O'rtoqlari, do'stlari, birodarlari malomat qilmasin. Yahudi pul bergan bo'lsa, iftorlik qilib bergan bo'lsa, Yahudiyni agar kelajakda hidoyat topib musulmon bo'lib ketsa, shu yaxshiliklari vasila bo'lgan bo'ladi. Haqqiga duo qiling desa bo'ladi. Nima duo qilinadi? Unga jannat so'rab duo qilinmaydi. Unga Allohning rahmatini so'rab duo qilinmaydi. Nima deyiladi? Hidoyat so'rab duo qilinadi. Allohim shu Yahudi masalan yoki Nasroniy yoki shu do'stimni o'zing hidoyat qilgin. Islomsiz dunyodan o'tib ketishini o'zing asragin bundan degan ma'noda duo qilsa bo'ladi. Hatto Yahudi do'stingiz bor yoki hamkasbingiz bor, Nasroniy, birga ishlaysiz, onasi vafot etib qoldi. Yaqini vafot etib qoldi. Borib ta'ziya bildirsa bo'ladimi? Desa bo'ladi. Ta'ziya bildirsa bo'ladi. Imkon qadar birlashishga harakat qiladi. Albatta jinoyatga qarshi keskin turadi, lekin birlashmoqchi bo'lgan, qalbi ulfat bo'lmoqchi bo'lgan odamlarga ulfat bo'ladi. Voy, zakot bobi bor, zakot bobi. 8 ta toifaga zakot beriladi. Shulardan bittasi muallafatu qulub degan bob bor. Nima degani u? Nasroniy yahudiylarni islomga qalbini moyil qilish uchun ham zakot bersa bo'ladi. Yevropalarda qo'shningiz yahudi yoki nasroniy bo'ladi. Farzandingiz, bolangiz uni o'g'li bilan birga maktabga qatnaydi, bog'chaga qatnaydi. O'zingizni ishxonangizda shunaqangi millatlar bor. Sizni bayramingizda, Hayit kuni sizni tabriklaydi, misol uchun. Endi ularni bayrami kuni siz ularni tabriklasangiz bo'ladimi desa, agar ular sizni tabriklab turgan bo'lsa bayramingiz bilan, siz ham ularni tabriklashingizni zarari yo'q. Bu ham muomalaga kiradi.